zominda shunday joylar ochilgan ekan mana do'stlar. Ko'rib ko'zing quvnaydi. Bolalar uchun barcha sharoitlar. Kelmaslikni o'zi katta xato do'stlar, mana qarang. Bu yoqda ham parklar bor. Gap yo'q. Sirpanchiqdan tortib barcha qulaylik. Gap bo'lishi mumkin emas, ochig'i tam berdim. Havas qildim to'g'risi. Polvon qalay bo'pti? Har bir kunimiz mana shunday bayram, yaxshi kayfiyatlarda o'tishini tilakdoshiman do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu siz va bizning farzandlarimiz uchun shuncha sharoit, imkoniyatlar bir oyda bir olib kelib turing, hech bo'lmasa. Mana o'zim arqonlarda uchkim kelib ketyapti, mana buni qarang. Voy, mana qarang. Haqiqiy adrenalin. Farzandlaringizni ham hayot yo'lida qoqilmasligiga sababchi bo'ladi do'stlar. Realniy zo'r. Вообще, yoshardim bugun, yoshardim dedi-yu. Yoshardim точно. Gap yo'q. Qo'ydim. Qaramaysiz. Gap yo'q. Halol bo'lsin. Kerak bo'lsa Shvetsariyada ham yo'q bunaqa parklar, Olib kelinglar bolalar. Har kunimiz mana shunda bayram bo'lsin, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bularni qaranglar. Dubay hijolat, Dubay. Bizni yoshligimizda shunaqa narsalar bo'lmagan, Voy dod dedi-yu. Kim ochgan bo'lsa ham baraka topsin, gap yo'q. Bizlarga mana shunday maskanlarni ochish nasib qilsin. Havas qilish kerak do'stlar. Alloh beradi, yetkazadi, hammaga nasib qilsin. Mana bolajonlar ketdi poyga qo'shib. Voy. Mana qizimiz setkalarda aylanib yuribdi. Manzarani qaranglar. Dubay bo'lyapti. Gap yo'q. Hammasi siz va bizni farzandlarimiz uchun do'stlar. Realni mazza qildim. Bugun hojonalar o'ynashyapti mana. Mazza qilishyapti. Mana shunday mazza qilib yashash kerak do'stlar. Ish bo'ladi. Pul bo'ladi. Mana do'stlar, ajoyib. Kanatni yonida xuddi mana Dubayga kelib qolgandek his qilyapman o'zim. Men atmosferaga bitta baho beringlar do'stlar. Realniy zo'r joy ochilibdi. Bemalol farzandinglar bilan kelib oilaviy maroqli dam olib ketsanglar bo'ladi. Realniy gap so'z bo'lishi mumkin emas, o'zim ham hayratda qoldim ochig'i. Realniy gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana buni qarang. Dubay bo'lyapti-yu.